tushda sharob ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi sharob jang va husumat orqali qo'lga kiradigan harom moldir. Tushida sharobga g'arq bo'lganini ko'rsa, katta fitnaga duchor bo'lishiga dalildir. Tushida o'z uyida sharobning ko'p ekanini ko'rsa, uning miqdoricha birorta dehqon foyda ko'radi. Kirmoniyning aytishicha, tushida sharob ichib mast bo'lganini ko'rsa, unga xavf va qo'rqinch yuz berishiga dalildir. Tushida boshqalar bilan birga sharob ichganini ko'rsa, ichgan sharobining miqdoriga muvofiq jang va husumatga duchor bo'lishiga dalildir. Tushida ariqda yoki anhorda sharob oqayotganini va u esa sharob ichida suzayotganini ko'rsa, fitnaga duchor bo'ladi. Agar qo'lida sharob piyolasi borligini va uni xodimi olib qo'yganini ko'rsa, dunyo maishati uchun jang va janjal qilishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida suv aralashtirilgan sharobni ichayotganini ko'rsa, ba'zisi halol, ba'zisi harom bo'lgan mol topishiga dalildir. Tushida sharob sotayotganini ko'rsa, molini shamolga sovurishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi sharob 3 narsani bildiradi: yashirincha uylanishni, harom molni, bu olam ne'matini. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.